tadbirimiz ishtirokchilari. Bugun biz uchun, butun elimiz uchun, O'zbekistonimiz uchun juda bir muhim kunlardan biri. Ya'niki biz mana shu maydonda turib, bundan 80 yillar avval bizni mana shunday mustaqil yurtga aylanishimizga, ozod va obod yurtda yashashimiz uchun o'zini jonini qurbon qilgan otalar, bobolar, buvilarning xotirasini yod olmoq uchun to'plandik. Biz bugun qancha ularni xotiralasak, duolar qilsak, shuncha ular uchun biz mangu obodlikka aylantirgan bo'lamiz.